Infalib O'zbekiston bu milliy axborot kutubxona haftaligi hisoblanadi. Bugungi kunda axborot kommunikatsiyalar texnologiyalarini jadal rivojlantirish jamiyat hayotining barcha sohalarida, jumladan ta'lim, fan, madaniyat va boshqaruv tizimlarida chuqur kirib bormoqda. Shu jarayonda kutubxonalar va axborot kutubxona markazlarining roli yanada ortib bormoqda. Ana shunday muhim tashabbuslardan biri bu Infalib O'zbekiston axborot kutubxona haftaligi hozirgi kunda mamlakatimizning barcha viloyatlarida, tumanlarda o'tkazilib kelmoqda. Bugungi kunda axborot kutubxona markazining faoliyatini elektron kutubxonalar va qolaversa barcha kengaytirilgan holatda barcha tumanimizdagi axborot kutubxona markazlariga shu haftalik doirasidagi bo'lib o'tadigan muhim seminarlar, loyihalar va mahorat darslari to'g'risida qisqacha tushuntirishlar olib boriladi va bu Infalib 2025 14-milliy kitobxonlik haftaligimizga tumanimizdagi barcha kutubxonachilarni, qolaversa kitobga qiziqishi bor kitobxonlarni, barcha tashkilotlarni jalb qilganmiz va hozirgi kunda muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda kutubxonachilar